2024 yıllık Amerika prezidentlik saylimi yaqinlashayotganda o'ttirg'i chiqqan Cumhuriyetçi nomzodlarning biri Shimoliy Karolina shtatining 2 navbatlik sobiq shtat boshlig'i, Amerika Qo'shma Shtatlarining BDT'da turishliq sobiq bosh elchisi Nikki Haley xonim bo'ldi. Uning prezidentlik saylimiga tayyorlik qilishdagi tunji maydon nutqida bugun bizning dushmanlarimiz Amerika davri kammasga ketdi deb cho'shirini ham sanovatidi. Amerika davlatining davri o'tgani yo'q. Aksicha bizning dohiylarimizning davri o'tyotidi degan so'zlari Arsahanning qizg'in olqishiga erishdi. Muhofizatchi gazetining bu vaqtdagi obzorda ko'rsatilishicha, Nikki Haley xonim o'zining saylov nutqlarida ko'p qatim ta'kidlagan omillarning biri Xitoy hisoblanadi. U Xitoy jasuslik sharining o'zi shtat boshlig'i bo'lgan Shimoliy Karolina shtati tavasini etib tushirilishi haqida so'z qilib, Amerika armiyasi hozir o'tmishdagi har qanday davrdan qudratlik va iqtidorli. Ular hargizmi osmonga qarab Xitoy jasuslik havo sharining ustimizdan uchib o'tishini tomosha qilmaydi degan. Telegraf gazetining bu vaqtdagi maqolasida Nikki Haleyning so'zlarida alayda o'rin olgan bir nuqta Amerika armiyasining qudratlik armiya bo'lish sifati bilan urush boshlashda emas, aksicha urushdan saqlanishda muhim rol o'ynaydiganligi bo'ldi. U Xitoyning halokati haqida so'z bo'lganda, Xitoy diktatorlari dunyoni o'zlarining zolimligi bilan qoplamoqchi bo'layotdi. Uning bu niyatini to'sib qoldigan birdan-bir kuch Amerika Qo'shma Shtatlaridir deyish bilan birga Amerika rahbarlik qatlamida Xitoyga qarshi mustahkam bir mavqening borligiga kelayotganligini namoyon qildi. Now America is falling behind. Our future is slipping. Our leaders are failing us. Bu vaqtda so'z bo'lganda mustaqil siyosiy analizchi, Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining muavin raisi Ilshod Hasan Amerika siyosiy sohasidagi Xitoyga qarshi mavqening o'tkinchi hodisa emasligini, aksicha buning muayyan bir mezgillik reallik jarayonida xulosalab chiqilgan yakun asosida hosil bo'lgan o'rtaq qarash bo'layotganligini ta'kidlaydi. Xitoyni tahdid deb qarash birinchidan hamda 2019dagi mushu Covid paydo bo'lishi va uning dunyoga yamrab ketishida Xitoy hukumati mas'uliyatsizlik, qasddan yag'an etish bu bir cho'ng bir ta'sir bo'ldi. Buning bilan birga amaliyotda Xi Jinping'ninki Xitoyda huquqda olgandan keyin o'zini padazlash emas, butun dunyoga xo'ja bo'lma degandek xalqarodagi Amerikaning 2 dunyo urushidan keyin tuzab chiqqan xalqaro sistemasiga shilton tashildi. Bo'libmi Ukraina urushida Xitoyninki o'chqashkar Rus taraf turg'ini, hozirgacha Rusga yordam qilyaptini, bularning hammasi qo'shilib Amerikaninki Xitoyga bo'lgan xomxiyol umidini butunlay bichit qildi. Xitoydagi kommunizm hokimiyatiga qarshi bu qadar zo'r birlikning paydo bo'lishi haqida so'z bo'lganda, Washington shahridagi Nopus tadqiqot markazining xodimi, Xitoyshunos olimlardan Steven Mosher Xitoydagi kommunizmning hamon gumron bo'lishidagi muqarrarlikka yoshirilgan ba'zi aloyidliklarni eslatdi. I hope we don't see it, but I'm afraid we might see even a massacre on the scale of what we saw. Bu vaqtda bizga ma'lum bo'lgan ishlarning biri shuki, 1989 yil Tiananmen maydonida necha 10 ming kishi namoyish qilgan va demokratiya talab qilgan. Shuningdek, diktatorlikni oxirlashtirib erkinlikka mengishni talab qilgan. Ammo bu namoyish qonliq bostirildi. Xitoy Kompartiyasi buning qarshi harbiy tanklarni ishga soldi. Buningdan biz nimani tushundik? Xitoy Kompartiyasi zo'rliq kuch bilan idora qilish apparati bo'lib, bu hol ular hokimiyat beshiga chiqqan vaqtlardan boshlabla davom qilib kelgan. Chunki mavzuning miltiqdan hokimiyat chiqdi degan emasmidi? Shu sababdan Xitoyda barliq qurol-yarog' Xitoy Kompartiyasining qo'lida bo'lib keldi. Shuning bilan birga harbiy qism har qachon partiya markaziy komitetiga mutlaq sodiq bo'lishi lozim. Mundaqcha aytganda, harbiy qism Xitoy Kompartiyasining muhofizatchisi bo'lib qolgan. Yana bir yoqdan Xitoy Kompartiyasi mavjud bo'lish uchun har qachon bir dushmanga ehtiyojli bo'lib keldi. Chunki ularda xalq ommasi o'z roziligi bilan qabul qiladigan biror omil mavjud bo'lmaganlikdan har qachon mushu xildagi dushmanlarni paydo qilish orqali o'zlarining mavjud bo'lishiga ta'bir berib keldi. Shunga ularning dushman paydo qilish harakati hozirmi davom qilyotdi. Buning natijasida hozir ular paydo qilgan dushman Xitoyning g'arbidagi turkiy tilli xalqlar bo'lib qoldi. Bu hol ichki Mo'ng'ulda, Tibetda o'xshash xarakterda amalga oshgan. Hozir Uyg'urlar buning eng cho'ng qurboni bo'layotdi. Bu ishlarning hammasi sep o'zidan qirg'inchilik. Shundoq bo'lgan ekan, bundaq hokimiyatning oqibati yana qanday bo'lishi mumkin? Things that characterize communism, the concentration camps, the high-tech digital
Great Wall that surrounds China, the lack of freedom to travel outside the country and even inside the country. Kommunizm haqida qilgan so'zlarida Amerika uchun barliq ittifoqdoshlari bilan bir yoqdan bosh chiqarish, amaliyotda Amerika uchun dushman bo'lgan Iran, Rossiya va Xitoyga qarshi turishda muhim ahamiyatga ega deb ko'rsatgan. Telegraf gazetining maqolasida bayon qilinishicha, u bu jihatda aniq qilib, xuddi ayni vaqtdagi Sovet ittifoqiga o'xshash, Xitoymi kelgusida tarixning axlat dövsiga tashlandi deb ko'rsatgan. U buningda Yevropaning o'tgan 70 yillik tarixida Rossiyaning eng cho'ng bo'lgan bir qatimliq tajovuzchilik urushini boshlaganligini, Xitoyning bo'lsa Amerika uchun eng kuchli va eng tashkillik dushman sifatida o'ttirg'a chiqqanligini eslatish bilan birga, Amerika uchun bu dushmanlar ustidan g'olib kelishning mumkinchiligiga bo'lgan yuksak ishonchini ifodalaydi. Bu vaqtda so'z bo'lganda Ilshod Hasan nima uchun Niki Haleyning bu xil ishonch bilan so'z qilishi haqida to'xtalib, Xitoyning amaliy kuch-qudratda hech qachon Amerika bilan raqib bo'lamaydiganligini ta'kidlaydi. Bultu Nancy Pelosi xanım Tayvan'a barmaydigan vaqtida Xitoy hayvisini eng yuqori ko'targan. Ammo Nancy Pelosi xanım sog'-salomat berib qaytib keldi. Xitoy jarsag'ining birsini qilolmadi. Xitoy u o'z degandek unchalik kuchli emas. Undan keyin masalan oldin qatida Xitoyningki jasus balonni uni yetib tushiryapti. Onun aldığında onun komede bakan, onun kısı bulmaydı bu ne der. Hazır onu itip şirvetti Xitay hiç kanda bir yıl yakılanmadı. Bu birincisi. Hem de Xitay'ın carsağını bilen ameliyatçı küçüğü kançilikliğini aşınından bilgin olurdu. Yani birisi Xitay bir neçe yılını aldı diyken. Eğer Amerika'nın bir asker kiyim bilen Tayvan'da payda bulsa, biz Tayvan'ı azat kılan günümüz şu gün bulurdu dedi. Yıl beşide aniq bo'lgani Amerikaning askarlari Şiyada hem Tayvan askarlarini cheniqtirayotgan, ularga tarbiya berayotgan. Xitoy yechim qilolmadi. Ikkinchidan, Rus 91-yili Sovet g'ulashning oldida hech kim Sovetni bunda yo'qotib ketadi deb o'ylamagan. Shu vaqtdagi Sovet dunyodagi Amerikaga shiltin etayotgan birdan bir zo'ravonki. Xitoy uning keyinda nechinchi o'rinda. Lekin shu Sovetmi oxirsida tugagan vaqtida bir kechida hamma odam uyg'onib qarasa, Sovetning mavjudligi yo'q bo'ldi. Hech kim Sovetni g'ulab ketdi deb o'ylamagan. Chunki u tarixdagi har xil qurollar va bir kuch edi. Steven Mosher bu vaqtda to'xtalib, kommunizm va sotsializmning amaliyotda bir-biriga chambarchas bog'lanib ketganligini, shunga ularning halokati mohiyatda insoniyat dunyosidagi bir qatamliq ijobiy ilgarilashning amalga eshishi bo'ladiganligini I think that we have in communism an ideology which is the adherents of which are kind of irreligious. Biz hazır kommunizm bilan bir davrda yaşayotimiz. Ularning qarşıca dinga e'tiqod qiladigan kishilar har qachon diniy asabiylar qatoridan o'rin oladi. Shundaq bo'lganligi uchun kommunizm butun vujudi bilan mushu dunyoda huquq, boylik va nom shuhrat qozonishga kuch sarf qiladi. Ularning nazarida Uyg'urlar yoki Tibetlar yoki Mong'ollar emas, diniy e'tiqodi bo'lgan barliq kishilar o'xshashla dushman. Ular izchil mushu dunyoda kommunizmning jannatini barpo qilishga zehn qo'yganlikdan mushu xil xatarlik falsafaning yetakchilarini tozalashni davom qildirib keldi. Kommunizmning o'tgan bir asrlik tarixiga qaraydigan bo'lsak, aholining 10-15% har qachon mushu kommunistik partiyaning rahbarligida tozalandi. Shunga sotsializm bilan kommunizm har qachon bir tuqqan. Ularning orasida bakmi cho'ng farq yo'q. Ular har qachon kishilarga hamma narsani va'da qiladi. Ularga xotirjamlik ato qiladiganligi haqida va'z aytadi. Ammo birinchi bo'lib insonlarning erkinligini tortib oladi. Heaven on earth is clearly a deception that people use simply to propel themselves into power. They promise you everything, they promise you security, and they take away your liberty. Ma'lum bo'lishicha, Niki Haley xonim bu yil 51 yoshda bo'lib, ota-onasi Hindistondan kelgan. Dadasi bo'lsa uzun mazgil oliy maktab professori bo'lib ishlaganligi ma'lum. Hozirgi ma'lumotlarga qaraganda, keyingi navbatlik Amerika prezidentlik saylami 2024-yili 5-noyabr kuni boshlandi.